Og'a, nima bo'ldi? O'tmishni esladim, Jahid. Bu sotni ham chaqiraylik. Og'a, u yana shu davraga kelishi uchun 40 tandir non yeyish kerak. Nimaga? Kelsin, nonini shu yerda menemen bilan yesin. Siz qo'ng'iroq qilayotgan raqam tarmoqda mavjud emas. Bu bolani raqami ham o'zgardimi? Voy, kim bilsin yana qanday o'yinlari bor ekan. Siz yeyvering. Ol, marhamat, ye. Yusuf, o'g'lim, ovqatingga qo'l ham tegizmabsan, och emasmisan? Biroz boshim og'riyapti, dada. Siz ham mendek hayratdasiz, to'g'rimi aka? Axir bunday sovg'aga har kuni ham duch kelavermaymiz-ku. To'g'ri. Ozroq kutilmagan ish bo'ldi. Biroq sizlar uchun juda xursandman. Katta rahmat. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Xo'sh, qanaqa to'y qilishni o'ylayapsiz, dada? Hali bu mavzuda gaplashishga ulgurmadik. Lekin men oilaviy bir marosim o'rinli bo'lardi deb o'yladim. Sen nima deysan? Men Dada, siz shunday deyapsiz-u, lekin Osiyo xonim ehtimol barcha tanishlarini chaqirishni xohlar. men uchun ham oila ichidagi kichik marosim ma'qul. Gavjum to'y bo'lgandan ko'ra mana shunday yaqinlar davrasini afzal ko'raman. Ehtimol chet elda turmush qurarmiz, a? Nima deysiz, bolalar? Anchadan beri oilaviy sayohatga chiqmagandik. Kechirasiz. Bu qo'ng'iroqqa javob berishim kerak. Ish yuzasidan. Birozdan keyin qaytaman. Bu yerda nima qilyapsiz? Gaplashib olishimiz kerak. Dadamni to'ringizga qanday tushirganingizni aytasizmi? Men bilan to'g'ri gaplash. Qanaqa o'yin qilayotganingizni bilmadim-ku. Ammo menga baribir. Chunki oxir oqibat o'zingiz pand yeysiz. Buni bilaman.
Shuning uchun gaplaringizni eshitishni ham xohlamayman. Bu iflos o'yinning bir qismi bo'lishni ham. Meni eshitishga majbursan. Nima qilasiz? Bo'lmasa dadamga arz qilasizmi? Hozirdan o'zingizga bo'ysundirish uchun tahdidlarni boshladingiz, shundaymi? Yo'q. Meni noto'g'ri tushunyapsan. Sizning qulingiz bo'lmayman. Men o'zim haqiqatni tan olishni bilaman. Aslida siz keyin nima bo'lishini o'ylang, Osiyo. Ovozingni ko'tarma. Eshitib qolishadi. Quloq sol. Meni noto'g'ri tushunishni bas qilib. Tinglashga sabring yetsa, bu yerdan chiqqach uchrashamiz. So'ng istagan ishingni qilaver. Hozir ularning yoniga boraylik. Tinchlangach, sen ham borsang yaxshi bo'lardi. Dadangni o'yla. Afandim, topshiriq bergan odamingiz qo'ng'iroq qildi. Osiyo Maryamning ishini bitiribdi. Xiyonatkor odam dumini yutishga uringan ilonga o'xshaydi, Ekrem. Nimani tushunding, Ekrem? Afandim, menga qandaydir ishora qilyapsizmi? Afarin, afarin. Zikka yigitsan. Buyrug'ingiz qanday? Nima qilaylik? Nimadir qilishingiz shart emas. Koshki men yo'qligimda aytganingda edi, Fehma. Bilmadim, balki sen haqdirsan. Agar dadam baxtli bo'lsa, men har qanday syurprizga tayyorman. Hattoki ertaga sizga xiyonat qilganini aytsa ham. Kenan, bu nima deganing, o'g'lim? Iltimos, ma'zur tut, Osiyo. Bolalarim ona tarbiyasini ko'rmagani uchun bir xonim afandi bilan qanday gaplashishni bilishmaydi. Ammo albatta men ota sifatida qo'limdan kelganini qildim. Kel o'g'lim. Dada, bir gap aytmoqchiman. Ayt. Marhamat. Iltimos, hayratimni tushuning. Sizning bu ajoyib yangilikni biz bilan o'rtoqlashganingizdan xursandligimni ham ayta olmadim. Qo'ng'iroq bo'lgach, stoldan turishga majbur bo'ldim. Yana bir bor kechirasiz. Hech qisi yo'q, o'g'lim. Buni aytishing o'zi ham juda katta iltifot. Sizni mana shunday ishlaringizga e'tibor qaratganingizni ko'rish meni juda xursand qiladi. Endi ko'nglim xotirjam holda uzoq ta'tilga chiqishim mumkin. Aytib yurmang. Men ham gaplashib olishim kerak. Albatta, bemalol.
muhim uchrashuvda eding shekilli. Menda nima xohlaysan? Yoki bo'lajak ering bilan birgamiding? Maryamning boshiga tushgan ishni eshitdim. Ishonaver, g'amingga hamdardman. U xiyonatining badalini to'ladi. Hamma narsaning badali bor. Tahdidning ham. Sening siringni ham. Fehmiyning barmog'iga tezroq uzuk taqishni o'yla. O oila ichida qancha erta kuchga erishsang, ikimiz uchun ham shuncha yaxshi bo'lardi. Yaqinda sendan ba'zi talablarim bo'ladi. Alloh jazoingni bersin. Og'a makonni nega pusatga tashlab ketdi tushunmadim. U yer pusatning ichida qolgan ekan, Erxan. Og'aga Istanbulda joy topish muammo emas-ku. Jahid, Eshitaman, og'am. Safiya bilan gaplashdingizmi? Nimani, og'a? To'yni qachon qilmoqchisan? Ya'ni siz qachon desangiz o'shanda, og'a? Ertaga. Balki undan ham ertaroq. Bir kunni tanlang endi. Xo'sh, navbatda kim bor? Yo'q og'a, men hali tayyor emasman. Nega Erxan? Sen menga Seyfo tog'aning omonatisan. Alloh saqlasin, boshingni ikkita qilmasdan menga nimadir bo'lsa, narigi tarafda Seyfo tog'a meni tinch qo'ymaydi. To'g'rimi, Jahid? Og'a, Erxan shundoq ham nikohdan o'tgan? Nima? Nima? Oshna o'zing aytganding-ku, tasodifan 2 bolali bo'ldim, zinhor og'aga indama deb. Og'a, xudo haqqi, quruq tuhmat. Shunchaki yigitlarni laqillatgandim. Jahid, sen qachondan beri odamni sotadigan bo'lding? Sizga bir narsani aytishim kerak. Yusuf to'g'risida. Yangi kino va seriallar faqat Riya Kechirasiz. Play Osiyo platformasida. xonimning mashinasi tayyor. Yaxshi, haq. Minnatdorman. Unda ruxsatingiz bilan men turay. Bu ajoyib oqshom uchun katta rahmat. Endi bir oila bo'ldik, tez-tez uchrashib turamiz, shunday emasmi? Siz bilan yana ko'rishishni intiqlik bilan kutaman. Xayrli tun. Xayrli tun. Xayrli tun. Yaxshi boring. Aka. Endi biz ona deymizmi bu xonimni?
Og'a meni laqillatmayapsiz, to'g'rimi? Yo'q, Erxan. Bularning bari haqiqat. Hammasi tushunarli, lekin Yusuf nega hozir sizni yoningizda emas? Shuni tushunmadim, og'a. Istamadi. O'z yo'lini tanladi. Demak, Yusuf ko'zadek bo'lish ko'proq yoqib qoldi. Mukammal hayot, mazza qilib yot deganlardek. Sen nimani o'ylayapsan, Jahid? Masalani tushunishga urinyapman, og'a. Buni nimasini tushunmayapsan? Endi hamma narsani bilasizlar. Og'a, buni hozirgacha nega aytmagandingiz? Yusufni kim ekanligini avval o'zim tan olishim kerak edi. Keyin esa Yusufning o'zi. Xo'sh, endi qanday fikrdasiz? Mening yo'limda, yonimda birga yura olmasa, hatto o'z farzandim bo'lsa ham yo'limdan qadrliroq emas. Radarlarda muammo bor. O'chib yonyapti. Tekshirib ko'r. Bo'ldi, hammasi joyida. 3 soniyada qayta ishladi. Yaqin Sharq yana alg'ov-dalg'ov bo'lyapti. Ular mojaro chiqarish uchun yangi qirolini kutyapti.
Sen ochgan qirol yo'li tufayli mintaqadagi barcha kuchlar buyrug'ingga bo'yin egishga majbur. Bo'yin egishsa ham olaman. Egishmasa ham yurgan. Demak, ko'p kalla ketar ekanda. Olinadigan kallalar va qal'alar bor. Ko'ramiz, birinchi qalamiz qanday ekan. Ixtiyori o'zingda. Boshqa guruhlar qani? Seysmik va yadroviy tadqiqot guruhlari konda ishlashmoqda. Ishlar qanday ketayotganini kuzatmoqchiman azizim Yurgen. Tashrifing haqida guruhga xabar beraman. Do'stlarni yo'qotish kayfiyatlarini buzgandir. Ammo motivatsiya kerak. Do'stingizga achindim. Koshki formulani o'g'irlashni eplay olganida edi. Balki unga boshqacha hayotni taqdim etardim. Ishi bilan nomini abadiylashtirishi mumkin edi. Lekin umid qilamanki, bunday abadiylik sizga nasib qiladi. Professor Seljuk-ning formulasini topdik. Isitish muammosini hal qilishga urinyapmiz. Yangi qaqnus modeli tez orada qo'limda bo'ladi. Bu maket qushlarning molekulalarga ajralishini xohlamaymiz. Shunday emasmidi, hurmatli professor? Aslo unday bo'lmaydi. Ishlarimiz tugash arafasida. Tayyor bo'lishi bilan sizga taqdim etamiz. Okey. Senga aytdim-ku, ularga motivatsiya kerak deb. Boshqaruv xonasini ko'rishni istaysanmi? Ko'raylik, Yurgen. Qonni ichini ham ko'rmoqchiman, Yurgen. Hozircha iloji bo'lmayapti. Sharoitga qarab, kondagi elektron jihozlarda cheklangan hududda foydalanishimiz mumkin. Bu tunnellar qayerga olib boradi? Metro bekatiga. Sezib qolishsa-chi? Sezishlari uchun ancha ochiq bo'lish kerak.
Seningcha bekat xavfsizligi yetarlimi? Buni Kaiser hal qiladi. Ruchkada qusurlar bor, Soya. Kaiser, aziz do'stim, ayni vaqtida. Kelganing uchun katta rahmat, Yusuf. Nima gapingiz bo'lsa ayting. Bu maxfiy uchrashuvlar menga yoqmayotganini yaxshi bilasiz. Fehmiga tuzoq qurgan deb o'ylayapsan, lekin adashyapsan. U bilan munosabatimiz sira sen o'ylagandek boshlanmagan. Siz shuni munosabat deyapsizmi? Bu shuncha yil o'ynagan o'yinlaringizdan biri xolos. Aminman, buning ortida ham biror rejangiz bordir. Fehmi bilan birga bo'lish ham, turmush qurish ham mening g'oyam emas. Birinchi qadamni qo'ygan har doim u bo'ldi. Mendan bunga ishonishimni kutmang. Ishonishga majbursan. Chunki haqiqat shu. Oldin ham hamma narsani men uchun qilganingizni aytgansiz. Buni ham men uchun qilyapsizmi? Menga yaqin bo'lish uchun o'gay onam bo'lyapsizmi? Fehmi bilan turmush qurishimning senga aloqasi yo'q. Sizga ishonmayman. Buning qay darajada jirkanch ish ekanini bilasizmi? Xoh ishon, xoh ishonma. Qaror qildim. Bundan buyon o'z hayotimni yashayman. O'z hayotimni yashayman deyapsiz. Ammo siz turmushga chiqayotgan odam mening dadam. O'zingni bekorga aldama, Yusuf. Fehmi sening otang emas. Osiyoni ishonchini qozonishni uddaladim. Bu qanday bo'ldi? Qani menga aytchi. Maryamni Mete Aymar ismli sobiq razvedkachi bilan uchrashganini bildim. Bu vaziyatni Osiyoga aytdim. Uni taniyman. Biz ham ba'zi ishlarimizda foydalangandik. Meteni Maryam bilan nimani gaplashganini bilmayman. Lekin vaqtni yo'qotmasdan Osiyo bilan xabarlashdik. Uchrashuvga Osiyo ikkalamiz bordik. Hozir mendan boshqa ishonish mumkin bo'lgan hech kimi yo'q. Muammoning nima ekanligini aniqlay oldingmi? Afsuski yo'q, ammo u sevikli dugonasi Maryamni o'ldirishga sabab bo'ladigan darajada o'ta jiddiy deb o'ylayapman. Juda ehtiyotkor bo'lishing kerak. Zinhor Osiyoni ishonchini sindiradigan ish qilib ko'rma va o'rtalardagi masalani aniqla. Xo'p bo'ladi. Osiyo kengashga xiyonat qiladigan bo'lsa, nima qilishni buyurasiz? O'zing nima qilish kerakligini bilasan. Osiyoning qandaydir siri borligini taxmin qilardim. Lekin bunchalik bo'lishini kutmagandim. Agar siri oshkor bo'lsa, demak kuch ham nihoyasiga yetadi. Osiyoning aslida kim ekanligini ko'ramiz. Meni aslida Soyaning siri qiziqtiryapti. Nima demoqchisan? Soya kengash chizgan chegaralar ichida harakat qilayotgandek ko'rinadi, lekin aslida aynan nima qilishga urinayotganini tushunish mushkuldir. Uning har bir ishini yaqindan kuzatayapman. Unday bo'lsa, narkotik savdosini ham qo'lga olgandan xabaring bordir. Albatta. Stansiyadan va kondagi ikkita maxfiy operatsiyadan ham xabarim bor.
Uning betartib va oldindan bilib bo'lmaydigan ishlari seni bezovta qilmaydimi? Soya o'zanidan toshgan shiddatli daryo. Bu daryo qay yerlardan o'tsa o'tsin, oxir oqibat mening dengizimga quyiladi. Bu yerda nima bo'lyapti? Sen uni nazorat qilishing kerak edi. Senga shu kerakmidi, Soya? O'zingni bos yurgan. Bir kechada 9 ta odamimizni yo'qotdik. 10 ta deylik. Sen ham tinchlansang yaxshi bo'lardi, Qaysar. Qo'riqchilar yetarli deb o'ylaganimda seni chaqirmagan bo'lardim. Ularni tozalash emas, o'qitishing kerak. Bangilar bilan ishim yo'q. Men ham sizni kutayotgandim. Zerko. Zerko. Bu nima qilganing? Seni qamoqxonadan shuning uchun chiqardimmi? Bu uchun chiqarding. Men ham bir chimni bajardim. Shoshmay tur. Bunga dorilarni sinab ko'rgach qaror qilamiz. Men sinab ko'rdim, shunga qo'lladim. Keyin esa albatta tinchlantirishim kerak edi. Lekin o'ldirishingiz shart emasdi. Vaziyat butunlay meni nazoratim ostida edi. Ba'zi dorilarni manqurtlar guruhida sinaymiz. Sen ham tozalanishing kerak, Zerko. Senga o'zingni bos dedim, Qaysar. Men o'z ishimni qilyapman. Sen ishing stansiyani xavfsiz holatga keltirish. Ichidagilar ishimga xalal bersa, tozalayman. Ortiqcha tozalik inson sog'lig'iga zararli ekanini bilarmiding, do'stim? Meni hayotda ushlab turgan eng muhim 2 narsadan biri tozalikdir. Ikkinchisi, Albatta sen va sening soyang. meni soyam nima ekan? Hayotim uchun sendan qarzdorligim. Okey. Xush kelibsan, Pusat. Xush ko'rdik, eski do'stim. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Nima ichasan? Achchiq choyingdan olaman. Raskolnik Qora dengizning yuqori qirg'og'ida tug'ilgan, Pusat quyi qirg'og'idan. Dengizimiz bir bo'lsa, dadamiz nega bunchalik farqli bo'lishi mumkin? Sira o'zgarmabsan, Raskol. Raskolni o'zgarmadi. Ammo Pusat Istanbulda emasligida ko'p narsa o'zgardi. Yangiliklarni eshitdim. Bu yerga ham shuning uchun keldim. Raskolni seni eshitadi. Otam asos solgan makonga qaytdim. Endi o'zimga munosib kursidaman. Istanbulning butun yer osti dunyosini egallab olaman. Men bilamsan? Raskolni bo'rilar bilan do'stlashadi.
Biroq qo'lidan boltasini ham qo'ymaydi. Oldik. Yaxshi gapga nima yetsin? Qani ichkiligingni tezroq tugat. Suhbatni mening ofisimda davom ettiramiz.